Tasavvur qila olasizmi? Cristiano Ronaldo Instagramida bitta dona post uchun oladigan puliga 100 tadan, balkimda 1000 tadan ortiq jendra sotib olsa bo'ladi. Bu hech qanaqa hazil emas. Bu fakt. Ha do'stlar, to'g'ri tushunganinglardek, bugun biz Cristiano haqida sizlarga 100 bitta siz bilgan va bilmagan faktlarni aytib beramiz. Bunaqa videoni nafaqat O'zbekiston, balkimda butun dunyoda hali hech kim qilmagan. Shuning uchun do'stlar, shunaqa yangiliklar bilan sizlarni hayratda qoldirishimiz uchun faqatgina sizdan like va obuna kerak. Va bir xillar bitta ajoyib savol berishsa mumkin. Nimaga aynan Ronaldo, nimaga Messi emas yoki siz Ronaldoni muxlisimisiz? Birinchidan, men Cristianoni muxlisi emasman, balkimda Antonining muxlisiman. Ikkinchidan esa men bu haqida aynan obunachilarimdan so'radim. Ya'ni-da Telegram kanalimda birinchi bo'lib shunaqa videoni Ronaldo haqida qilaymi yoki Messi haqidami deb so'raganimda ko'pchiliklar portugaliyalikni tanladi. Keyingi safar ham xuddi shunaqa so'rayman. Shuning uchun o'zingiz yoqtirgan o'yinchizni bizning kanalimizda ko'rishni istasangiz, hoziroq Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'ying. Va yana bitta narsa. Kelinglar bu videoda 2000 ta like yig'amiz va 90 ming ta obunachi bo'lamiz. O'shandagina yangi video chiqadi. Endi esa do'stlar, yaxshilab o'tirib oling, yeyishga narsalar olib oling, chunki biz boshladik. Ronaldo AQShning sobiq prezidenti Ronald Reaganning sharafiga ismi qo'yilgan. Bolaligida u taxikardiya, yurakning tez urishi bilan qiynalgan va buning uchun u operatsiya ham bo'lgan. Bu haqida o'tgan videolarimizdan birida aytib o'tganmiz. Uning ota-onasi shunchalik qashshoq bo'lishganki, unga butsa ham olib berisha olmagan va shuning uchun Cristiano karyerasini oyoq kiyimsiz boshlagan. Bolaligida uning eng yoqtirgan ovqati baliq bo'lgan. Sporting akademiyasida u qo'shimcha pul topish uchun pol artgan. Bu faktni to'g'risi o'zim ham eshitib, juda ham ta'sirlanib ketdim. 12 yoshida yana bir bor Sporting akademiyasida o'ynash uchun Madeira shahridan ketib, Lisabonga bitta o'zi ko'chib o'tgan va uning so'zlari bo'yicha u yolg'izlikdan juda ham qiynalgan. 15 yoshida esa u Sportingning asosiy tarkibi bilan shug'ullangan eng yosh futbolchiga aylangan. U ishtirok etgan har bir rasmiy musobaqada gol urgan yagona futbolchi. 2013-yilda u bir yilda rekord darajada 69 ta gol urgan. U Angliya, Ispaniya va Italiyada chempionlikni qo'lga kiritgan birinchi futbolchi. Ronaldo hech qachon spirtli ichimliklarni ichmaydi, chunki uning otasi alkogolizm tufayli vafot etgan. U tozalikni juda ham yaxshi ko'radi. Georgina, ya'nida uni ayolini so'zlariga ko'ra, u kuniga 4-5 marta yuvinadi. Unda hech qanaqa tatuirovkalar yo'q, chunki u muntazam ravishda qon topshiradi. Uning eng yoqtirgan filmi esa Rocky. Ronaldo Madeirada bolalar shifoxonasi qurilishi uchun mablag' ajratgan. U saraton kasallikka qarshi kurash uchun eng katta donorlardan biri hisoblanadi. 2015-yilda u miyadagi kam uchraydigan kasallikka chalingan 10 oylik bolaning davolanishini to'liq to'lib bergan. U bir xil NBA, ya'ni basketbolchilardan ham balandroq sakray oladi. Uning vertikal sakrashi 78 sm. Ronaldo uzoq uyqu o'rniga kuniga 5 marta qisqa muddatli uyqu bilan dam oladi. Uning to'pga zarba berish tezligi 130 km/soatdan oshadi. Bu faktni menimcha aniq eshitmagansiz. 2015-yilda uning sharafiga asteroid nomlangan. Asteroid Ronaldo. Gap yo'q lekin bunaqasiga. U Chempionlar Ligasida 100 ta gol urgan birinchi futbolchi. Ronaldo yana bir bor shu turnirda 7 ta mavsum to'p urar bo'lgan yagona futbolchi. U o'zining eng baland golini Juventus safida Sampdoriyaga qarshi o'yinda urgan. Uning sakrashi 256 metrni tashkil qilgan. Ronaldo Yevropa chempionatining 5 xil musobaqasida 2004-yildan 2020-yilgacha gol urgan birinchi futbolchi. 2021-yilda u futbol tarixidagi eng yaxshi to'prar bo'ldi. Josef Bitsani ortda qoldirib, u 4 yil ketma-ket 2011-yildan 2014-yilgacha har yili 60 tadan ortiq gol urgan. Manchester United'dagi ilk golini Portsmouthga qarshi o'yinda jarima zarbasidan urgan. Tasavvur qila olasizmi? Ronaldo tug'ilmasligi mumkin edi, chunki onasi uni abort qilmoqchi bo'lgan. Lekin shifokorlar uni qaytarib
chiqargan. Tasavvur qilaman, Messi muxlislari kommentariyaga qanaqa narsalar yozishayotganini. Voy. Ronaldo avtomobillarni yig'ishni yaxshi ko'radi va Bugatti, Ferrari, Lamborghini kabi 20 dan ortiq superkarlarga ega. U balandlikdan qo'rqadi, shuning uchun ekstremal sport turlariga kamdan kam qo'shiladi. Ronaldo 7-raqamni omadli deb biladi. Garchi Sportingda 28-raqamda o'ynagan bo'lsa ham, Ronaldo 7 ta farzandga ega bo'lishni xohlaydi. Ammo hozirda unda 5 ta farzand. Eng kattasi Cristiano Junior kelajakda futbolchi bo'lmoqchi. Ronaldo shakar iste'mol qilmaydi va gazlangan ichimliklardan voz kechgan. U haftasiga 5 marta mashq qiladi va tiklanishga katta e'tibor beradi. Mushaklarni tiklash uchun krioterapiyadan foydalanadi. Bu usulda harorat -200 gradusga yetadi. Uning tanasidagi yog' miqdori atigini 7%. Shakar iste'mol qilmasligidan va ko'p mashg'ulotlar qilishidan buni bilib olsa ham bo'ladi. 2016-yilda u Forbes talqiniga ko'ra dunyoning eng saxovatli sportchisi deb e'lon qilingan. U millionlab mablag'ni xayriyaga beradi. Ronaldo Tiger Woods'dan keyin, umid qilaman ismini to'g'ri talaffuz qildim, milliarder bo'lgan dunyodagi ikkinchi sportchi. 2010-yilda Armani ichki kiyimlar modeli bo'lib, mashhurlikni yanada oshirgan. Cristiano Madeirada o'zining barcha sovrin va mukofotlari saqlangan muzeyiga ega. U Kr7 brendi ostida o'zining kiyim va poyabzal liniyasini chiqargan. Uning Facebook sahifasi dunyodagi eng mashhurlardan biri bo'lib, 160 milliontadan ortiq kuzatuvchiga ega. Biz esa hali 100 mingta ham bo'lmadik. 2014-yilda uning tug'ilgan shahri Funshalda haykali o'rnatilgan, lekin uning ko'rinishi ustidan ko'pchilik kuladi. U Pestana Kr7 brendi ostida mehmonxonalar tarmog'iga ega. Uning sevimli qo'shig'i Kelly ijrosidagi I Believe I Can Fly. O'zbekchalab bu men uchishimga ishonaman. Bo'ldi. Ronaldo video o'yinlar, ayniqsa FIFA o'ynashni juda ham yaxshi ko'radi. Mana videoni yarmiga ham yetib keldi. Endi keling kichik suhbat qilamiz. Ko'pchilik bilsa kerak, bizning Instagram kanalimiz ham bor. U yerda biz 190 mingtamiz. YouTube'da esa yaqinda 100 mingta bo'lamiz. Lekin hamma ham bizning Telegram kanalimiz borligini bilmaydi. Ammo YouTube'da yoki Instagramda video chiqmasa, Telegramda biz har doim sizlarni yangiliklar bilan, faktlar bilan qo'llab-quvvatlaymiz. Qiziqarli o'yinlar bo'lsa, televizorlarda u o'yinlarni ko'rsatmasa, qayerda ko'rishni ham aytib o'tamiz. Qisqacha gapiradigan bo'lsam, rostdan ham Telegramga juda ham ko'p mehrimni beraman. Agar mana shu videoni ko'rayotgan odamlarning hammasi hoziroq Telegramga kirib, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ysa, ishoning, mendan baxtli odam bo'lmaydi. Va eng muhim narsa, har doimdek u yerda hech qanaqa harom narsalar reklama qilmaymiz. Shuning uchun sizga kommentariyada havola qoldirib ketdim. Agarda havolaga bosgis kelmasa, Telegramga kirib jonim futbolim deb yozadigan bo'lsangiz, birinchi bo'lib bizga chiqib kelamiz. Obuna bo'lganlarga rahmat. Videoni davom etamiz. Ronaldo Chempionlar Ligasida 11 ta o'yinda ketma-ket gol urgan yagona futbolchi. La Ligada 150 ta gol urgan eng tez o'yinchi. U buni atigini 140 ta o'yinda uddalagan. 2018-yilda Juventusga qarshi goli yilning eng chiroyli deb topilgan. Ammo Pushkash premiyasini yutolmagan. Krish Portugaliya terma jamoasi tarixidagi eng yaxshi to'prar, 120 tadan ko'p gol urgan. U Angliya, Ispaniya va Italiya chempionatlarida 50 tadan ko'p gol urgan birinchi futbolchi. Hozirda esa bu ro'yxatga Saudiya ligasi ham qo'shilgan. Portugaliyalik yangi formatdagi Chempionlar ligasini 5 marta yutgan birinchi futbolchi. 2006-2022-yillar oralig'ida 5 ta jahon chempionatida gol urgan yagona futbolchi. Uning sevimli rangi oq. O'yinga chiqishdan oldin doim avval o'ng oyog'ini maydonga qo'yadi. Har bir o'yindan oldin formasi mukammal tekis bo'lishi uchun uni dazmollaydi yoki dazmollattiradi. Bilmadim. U chap qo'lli, lekin kuchli oyog'i o'ng. U farzandlari ko'proq tillar bilishini xohlaydi. Shuning uchun yoshligidan har xil tillarni o'rgatadi. 2013-yilda bir muxlis maydonga yugurib kelganida uni haydab yubormaslikni iltimos qilgan. Bunaqa juda ham ko'p bo'lib turadi. Ayniqsa jahon chempionati yoki Yevroda. Va ko'pincha Ronaldo muxlislarini qorovullardan qutqaradi. U Instagramda 600 millionta obunachiga ega va shu orqali u dunyodagi eng mashhur odam. Hamma ijtimoiy tarmoqlarda obunachilarni hisoblaydigan bo'lsa, 1 milliarddan ko'p odam chiqadi. Ronaldo 2017-yilda oltin to'pini xayriya uchun sotgan. Uning yutuqlarini kuzatish uchun muxlislari maxsus ilova
yaratishgan. Cristiano qorong'ilikdan qo'rqadi, shuning uchun yo'diganda kichik chiroqni yoqib uxlaydi. O'yinlardan oldin 80-yillardagi musiqalarni tinglab motivatsiya oladi. U bir o'yinda 96 metrni 10 soniyada bosib o'tgan. Bu deyarli professional sprinterning natijasi. Uni soch turmagi $10 million ga sug'urtalangan. U 20 million so'm emas, balkimda yevro turadigan Gulfstream G200 shaxsiy samolyotiga ega. Futbolga e'tiborini qaratish uchun Gollywood filmida rol o'ynashdan voz kechgan. Hech tasavvur qilib ko'rganmisiz? Ronaldo filmda Portugaliyalik 2012-yilda Indoneziyada maktab qurish uchun mablag' ajratgan. U hayvonlar himoyasi uchun xayriya dasturlarini qo'llab-quvvatlaydi. 2016-yilda oltin butsasini sotib Gaza shahrida shifoxona qurdirgan. Uning onasi hayotidagi eng muhim inson. U doim u bilan maslahatlashadi. Ronaldo Usain Bolt bilan do'st bo'lib, u unga tezlik borasida ilhom beradi. Cristiano yoshligidagi o'rtoqlardan birini o'z menejeri qilib olgan. Ronaldo braziliyalik Ronaldo o'yinidan ilhomlangan. Uning eng sevimli stadioni Santiago Bernabeu. U kelajakda o'zining futbol klubiga ega bo'lishni orzu qiladi. 2015-yilda dunyoning eng ko'p maosh oladigan sportchisi bo'lgan. Uning Madeiradagi haykali orolning eng mashhur sayyohlik maskanalaridan biri. U dunyoda keng tarqalgan kira 7 parfyumeriya brendiga egalik qiladi. Ronaldo FIFA o'yinining banneriga ketma-ket 3 yil tushgan birinchi futbolchi. U tennis o'ynashni yaxshi ko'radi va ba'zan professional tennischilar bilan shug'ullanadi. Uning maydondagi reaksiya tezligi shunchalik yuqori bo'lib, u qarorni atigi 0.3 soniyada qabul qilishi mumkin. Ronaldo Portugal, ispan va ingliz tillarida bemalol gaplasha oladi. U tarixdagi eng ko'p hat-trick qayd etgan futbolchi. Uning futbolchilik davridagi eng yuqori bozor qiymati 150 million yevrodan oshgan. Ronaldo o'zining birinchi million yevrosini 24 yoshida ishlab topgan. Uning 2010-yildagi soch turmagi minglab muxlislarni unga taqlid qilishga ilhomlantirgan. U $1 million dan qimmatbaho soatlarni taqib yuradi. Uning kiyimlari faqat shaxsiy buyurtma asosida tikiladi. Ronaldo farzandlarini o'z muvaffaqiyatlarini o'zlari yaratishlarini kerak deb hisoblaydi. Uning onasi har yili uning tug'ilgan kuniga maxsus taom tayyorlab beradi. 2008-yilda uning Chempionlar Ligasi finaldagi goli turnirning eng yaxshi goli deb topilgan. 2016-yilda jarohat olganiga qaramay Portugaliyani Euro 2016da g'alabasiga ruhlantirgan. Ronaldo kelajakda faoliyatini Portugaliyada yakunlashni orzu qiladi. U doimo muxlislariga minnatdorchilik bildiradi va ularni o'z oilasining bir qismi deb biladi. Siz esa futbol oilasiga qo'shilish uchun bizni kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Va nihoyat bu videoni yakunladim. Meni bemalol kommentariyada tabriklasanglar bo'ladi. To'g'risini aytsam, bunchalik ko'p vaqt bunaqa video qilish uchun ketadi deb o'ylamagan edim. Lekin faktlarni topish o'ylaganimdan ko'ra qiyinroq ekan. Ammo umid qilamanki, bu video sizga yoqdi. Va bo'ldi do'stlar, keling quiz qilamiz. O'tgan safardagi o'yinchini har doimdek ko'p odamlar topdi. Albatta bu Jude Bellingham edi. Keling bu safar sal yana qiyinlashtiramiz. Mana shu o'yinchini topalasizmi? Har doimdek bizni kanalimizga obuna bo'lgan, bu videoga like bosgan va birinchilar qatorida to'g'ri javobni yozgan odam keyingi videoda chiqadi. Agarda Ronaldo haqida yanada ko'proq fakt bilishni istasangiz, unda Telegram kanalimga xush kelibsiz. Endi esa sizlar bilan xayrlash vaqti keldi. Jamoalarga har doimdek g'alaba tilab qo'yaman, sizga har doim sog'lik tilab qo'yaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.